Do'stlar, mana Ramazon oyi ham kirib kelish arafasida turibdi. Muhammad Ali, sizlarda qanaqa bo'ladi Ramazon oyi? Senegalda bir gapirib ber. No, o'zimizdan qo'jaga Ramazon oyidan Senegal ham juda ham kutib shu oydan. Chunki juda ham baraka oyda. O'zimizdan bitta fikrimiz bor. Bu oydan qachon kelganingiz bo'lsangiz, o'zimizdan yaqinimizdan uzoq odamlarimiz hammamiz bir-birimiz uzr so'raymiz. Ya masalan, qo'l berib, agar men aybimiz bor, senga bo'lsa uzr so'rayman. Sening aybingiz bor, menda bo'lsa ham uzr so'rayman. Chunki ayb kichkina. Shunaqa tema. Birinchi bir-birimiz yoniga qo'jaga uzr so'rayman senga. Kelayotgan ro'za oy muborak bo'lsa, hammamiz jigarlarimiz, butun O'zbekistondan jigarlarimiz, o'rtoqlar, qo'jakalar hammaga kechirimiz so'raymiz. Hamma Ramazon muborak bo'lsa, nima deysan? Kelasi Ramazon oyiga oila a'zolaring bilan, ota-onalaring bilan, aka-uka, opa-singillaring bilan qatordan kam bo'lmasdan boy badavlat, sog' salomat bo'lib yetib borishlik nasib ro'za aylasin. Inshaalloh Xudo xolasa bu oydan hammamiz baraka bo'lsangiz, ro'zamizdan tinch bo'lsa. Shunaqa barakatli bo'lsin. Bu g'animat zo'r oy, Ramazon oyida odam qadriga yetadi-da, suvni ham, ovqatni ham. Samimiy bu oydan. Chunki hamma nima deyiladi bu oydan? Seytanlar, yomon narsalar ham yurmaydi. Hamma bitta joydan qamoqada. Shunaqami? Ishkal qilib yuradigan bolalar, bu oyda shayton bo'lmaydi. Значит, o'zlaring shaytonlik qilgan bo'lasizlar. Ramazon muborak bo'lsa hammalarni.